mavzumiz. Xo'p, biz bularda nimalarni tekshiramiz? Birinchisi, tekshiradiganimiz bu umumiy sperma tahlili. Hop, endi ikkinchisi bu morfologiya. Va undan keyingisi MAR test. Va undan keyingisi DNK fragmentatsiya. Mana. Har doim e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, har doim nima analizlarni mavzuni boshlayotgan bo'lsak, birinchi bo'lib turib nimalarni o'tish haqida birma-bir gaplashib olamiz. Mana. Ketdi. Birinchi umumiy sperma tahlili. Xuddi oldingilar qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. Mana. Birinchisi. Ikkinchisi bu morfologiyasi. Uchinchisi bu MAR test. To'rtinchisi bu DNK fragmentatsiya. Har doim bilinglar, sperma orqali nima tekshirish mumkin desa, ketdi. Sirasi aytish mumkin. Morfologiyasi, spermogrammasini, MAR testi yoki DNK fragmentatsiya. Yana nimalarni tekshirsak bo'ladi degan joyiga ketadi. PCR. Bular qaysilar? PCRdan to'rchi infeksiyalar, andraflorlar, VPC. Xo'p, yana nima tekshirsak bo'ladi spermadan desa, unda keyin BAC pasiv orqali aynan shu prostata bo'lishi mumkin yoki o'sha kanallarda, sperma kanallarida qanaqa bakterial infeksiya bor, va unga nisbatan ta'sir qiladigan antibiotik. Mana shu narsalarni tekshiriladi. Ko'rdinglar-a? Bu. Umumiy hisobda 5 ta narsani tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rdinglar-a? Har doim shu narsani bilinglar. Men ertaga savol beraman. Masalan, spermada nimani tekshirsa bo'ladi? Ketdi. Umumiy sperma tahlili, morfologiyasi, MAR test, DNK fragmentatsiya, PCR и BAC pasiv. Mana. Umumiy 6 ta narsa ketdi. Hop, endi nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bir boshdan hozir men o'qish boshlayman. O'zi spermogramma nima? Asosan spermogramma birinchi ko'rayotganimiz bor edi, umumiy sperma tahlili. Xuddi o'sha narsani asosan erkaklarning bepushtligini sabablarini aniqlash, umumiy reproduktiv salomatligini baholash uchun umumiy spermogramma tahlili topshiriladi. Unda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi tahlil haqida gapiramiz. Spermogrammada hajmiga, spermatozoidlarning konsentratsiyasiga, harakatchanligiga, tuzilishi, ya'ni morfologiyasiga, pH'iga, eritrosit yoki leykositlarning borligiga, o'sha yopishqoqligiga, sperma suyuqligi, ya'ni время рождения, ya'ni spermani suyulish vaqti. O'shalarga e'tibor berish kerak. Xo'p, dastavval biz umuman olganda spermalarning hosil bo'lish jarayonini, ya'ni spermatogenezga qaratishimiz kerak bo'ladi. Spermatogenez bu erkak jinsiy hujayralari, ya'ni spermatozoidlar, spermalar hosil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon erkaklar jinsiy bezlarida, ya'ni o'donlarda, ya'ni testislarda sodir bo'ladi. Murakkab jarayon bo'lgani uchun bosqichma-bosqich ketadi birma-bir. Bunda asosan butun hayot davomida balog'atga yetish yoshdan boshlab to butun hayot davomida uzluksiz davom etadi. Spermatogenezning asosiy bosqichlari bular qaysi? Birinchisi bu asosiy 3 ta bosqichdan iborat. Birinchi bosqichi bu ko'payish bosqichi, ya'ni mitoz. Spermatogoniyalar, spermatogoniya deb ataluvchi boshlang'ich hujayralar mavjud bo'ladi. Ular oddiy hujayra bo'linishi, ya'ni mitoz orqali ko'payadi va o'z zaxirasini saqlab qoladi.
bir qismi esa keyingi bosqichga o'tadi, ya'ni differensiatsiyalanadi. Ya'ni spermatogoniya hujayralari mitoz jarayonida bo'linadi, bir qismi keyingi bosqichga o'tadi, bir qismi o'z holatida saqlanib qoladi. Xo'p, ikkinchi bosqichi bu yetilish bosqichi, ya'ni bu meyoz. Spermatogoniyalar yetilib, birlamchi spermatotitlarga aylanadi. Birlamchi spermatotitlar birinchi meyoz bo'linishidan keyin ikkilamchi spermatotitlarga aylanadi. Keyin ikkilamchi spermatotitlar ikkinchi meyoz bo'linishi orqali spermatidalarni hosil qiladi, ya'ni spermatidalarga aylanadi. Bu bosqichda diploid hujayralar yoki gaploid holatiga o'tadi, ya'ni har bir hujayralar diploid hujayradan gaploid holatiga o'tadi. Ya'ni har bitta hujayra 46 tadan 23 ta xromosoma qoladi. Uchinchi bosqichi bu yetilish bosqichi. Demak, birinchisi ko'payish, ikkinchisi yetilish bosqichi, yetiluv bosqichi, uchinchisi bu yetilish bosqichi. Ya'ni spermatogenez. Spermatidalar shakllandi, spermatozoidlarga o'xshamaydi, lekin ular oddiy dumsiz yumaloq hujayralar bo'ladi. Spermatogenez jarayonida ular dum hosil qiladi, bosh qismi shakllanadi va DNK bo'linmasi va akrosoma qismi paydo bo'ladi. O'rta qismida ko'p miqdorda mitoxondriya yig'iladi, harakat uchun energiya beradi va barcha ortiqcha sitoplazmalar chiqarib yuboriladi. Natijada to'liq shakllangan spermatozoid hosil bo'ladi. Endi spermatogenez davomiyligi bitta spermatozoidning to'liq shakllanishi uchun taxminan 64-74 kun vaqt kerak. Spermatogenez boshlangandan keyin sperma urug'don kanalchalarida, ya'ni kanalchalar orqali harakat qilib, o'sha urug' yo'llarida saqlanadi va yetilish yakunlanadi. Urug' yo'llarida saqlanadi va yetilishi oxirigacha o'sha joyda yakunlanadi. Endi spermatogenezni boshqaruv gormonlari bor. Ya'ni biz hozir mitoz jarayonlari, undan keyin meyoz jarayonlari, umuman aytganda 3 ta bosqichda ko'rib o'tdik. Endi mana shu bosqichlarni birma-bir ketma-ketlikda boshqaradigan gormonlar mavjud. Bu gormonlarga qarab turib, masalan, spermogramma topshirilganda shu gormonlar holatiga qarab turib ham birlamchi xulosani chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu gormonlar qanaqa gormonlar? Spermatogenez gormonal nazorat ostida bo'ladi. Ya'ni gonadotropin gormoni gipotalamusda chiqariladi va gipofizni stimullaydi. Gipofizni stimullaganda o'z navbatida follikul stimullovchi gormon, ya'ni steroidli hujayralarni faollashtiradi va spermatogenezni jarayonni faolligini oshiradi. Lyutinlovchi gormon bo'lsa, ya'ni LG, bu asosan LG hujayralari testosteron ajralishini stimullaydi, ya'ni testosteron ajralish jarayonini kuchaytirib beradi. Testosteron esa bu asosiy erkaklik gormoni hisoblanadi va bu spermatogenezning to'g'ri kechishini ta'minlaydi. Mana va oxirgi gormonimiz bu ingibin B. Bu steroidli hujayralarni ajraladi va follikul stimullovchi gormon, ya'ni FSG darajasini teskari aloqa bilan boshqaradi. Ya'ni FSGni boshqaradi. Ko'rdinglar, mana spermatogenez jarayonni boshqaradigan gormonlar gonadotropin gormoni gipotalamusda chiqariladi va gipofin stimullaydi. Gipofin stimullangandan keyin o'z navbatida follikul stimullovchi gormon FSG, LG, testosteron va ingibin Bga ta'sir qiladi. FSG o'z navbatida steroidli hujayralarni faollashtirib, spermatogenez jarayonini kuchaytiradi. LG testosteron ajralishini kuchaytiradi. Testosteron bo'lsa spermatogenez jarayonini to'g'ri kechishini ta'minlab beradi. Ingibin B follikul stimullovchi gormon, ya'ni FSG faoliyatini to'g'ri jarayonni kechishini ta'minlab beradi. Xuddi shu tartibda biz gormonlarni ketma-ketligida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qaysi gormonlar nima vazifani bajarishi. Endi spermatogenezning buzilishi ham bor. Ya'ni bu hozir normal holatda qanaqa ketishini ko'ring. Endi shu jarayonda uni buzilish degan joyi ham bor. Ya'ni turli sabablar bo'lishi mumkin. Bular gormonal muammolar, masalan, testosteron yetishmovchiligi, genetik kasalliklar, masalan, Klinefelter sindromi, o'tkir infeksiyalar, masalan, turli xil nima deydi, arxit degan kasallik bor. O'tkir infeksion kasallik juda kuchli. Mana shunday kasalliklarda yoki bo'lmasa radiatsiya yoki zararli moddalar ta'sirida va spirtli ichimliklar chekishda, haddan tashqari issiqlik, masalan, urug'donni uzoq muddatga qizib ketishi, bu ham
spermatogenez jarayoni buzilishiga olib keladi. Endi bunday holatlarda spermatozoidlar soni kamayadi, harakatchanligi pasayadi va shakli buziladi. Endi mana shu o'rinda spermatozoidlar bilan bog'liq asosiy kasalliklarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu kasalliklar spermatozoidlarning soni, shakli, ya'ni morfologiyasi yoki harakatchanligi buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Ular erkaklarda o'sha bepushtligining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Xo'p, endi birinchisi bu azospermiya. Bu nima? Sperma tarkibida umuman spermatozoidlar bo'lmasligi. Ikki turi bo'ladi: obstruktiv azospermiya va neobstruktiv azospermiya. Obstruktiv azospermiya bu urug' chiqaruvchi yo'llarda to'siq bo'lish, masalan, urug' yo'llarining tug'ma yoki yallig'lanish natijasida tiqilib qolishi. Neobstruktiv azospermiya bu urug'donlarning o'zida sperma ishlab chiqarilmasligi, masalan, genetik nuqsonlar bo'lishi mumkin, gormonal buzilishlar bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingisi bu oligozospermiya. Oligozospermiya bu sperma ichidagi spermatozoidlar soni normal o'sha normadan kam bo'lishi. Odatda 15 milliondan millilitr bo'lsa, undan past bo'ladi oligozospermiyada. Sabablari stress, gormonal buzilishlar yoki infeksion kasalliklar. Keyingisi bu astinozospermiya, ya'ni spermatozoidlarning harakatchanligining kamayishi. Bunda normal holatda spermatozoidlar harakatchanligi 40% dan spermatozoidlar faol harakat bo'lishi kerak. 40% dan kam bo'ladigan bo'lsa, bu astinozospermiya deyiladi. Keyingisi bu teratozospermiya. Teratozospermiya bu morfologiyasi buzilgan, ya'ni normal shakldagi spermatozoidlar 4% dan kam bo'ladigan bo'lsa, teratozospermiya deyiladi. Bu asosan genetik omillar bo'lishi mumkin, kimyoviy zararlar bo'lishi mumkin yoki infeksion jarayonlar natijasida bo'lishi mumkin bo'ladi. Va undan keyingisi bu nekrazospermiya, ya'ni sperma ichidagi barcha yoki aksariyat spermatozoidlar o'lik. Odatda infeksiya, intoksikatsiya va og'ir gormonal buzilishlar natijasida yuzaga keladi. Va undan keyingisi bu aspermiya, ya'ni sperma ajralib chiqmasligi, ya'ni urug'donning yoki urug' yo'llarining funksional va mexanik muammolar natijasida yuzaga keladi. Keyingisi bu gemospermiya, ya'ni sperma tarkibida qon bo'lishi, bu prostata bezi yallig'lanishi, prostatit yoki urug' yo'llarining infeksiyasi natijasida yuzaga keladi. Keyingisi bu piospermiya, ya'ni sperma ichida ko'p miqdorda oq qon hujayralari, ya'ni leykositlar bo'lishi. Odatda bu holat infeksion yallig'lanish belgisi, masalan, prostatitlarda shunaqa holat bo'ladi. Endi spermatozoidlarga nimalar zarar qiladi? Boya yuqorida aytganimizdek gormonal buzilishlar, issiqlikda etik, spirtli ichimliklar, sigaretlar, dori vositalari yoki kimyoviy moddalar va surunkali stress va jinsiy yo'l bilan yuqadigan xlamida, gonorreya kabi infeksion kasalliklar. Endi kasalliklarni aniqlash uchun qanday tahlillar kerak? Boyaga aytganimizdek, birinchi navbatda umumiy sperma tahlili, ikkinchi navbatda MARTES, uchinchi navbatda morfologik tahlili, to'rtinchi navbatda gormonal tahlil, ya'ni testosteron, FSGL darajasini aniqlash. Agar xromosomada yoki genetik nuqson bor yoki yo'qligini ko'rish kerak bo'lsa, DNK fragmentatsiya ko'rish kerak bo'ladi. Endi umumiy tekshiruv, ya'ni spermogrammani umumiy tekshirish, ya'ni birinchi tekshirish. Bunda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Spermogramma natijasini to'g'ri chiqishi uchun quyidagilarga amal qilish kerak. Birinchi o'rinda topshirishdan oldin 3 yoki 5 kun, ayrim manbalarda 3 kundan 7 kun oralig'ida jinsiy aloqadan saqlangan bo'lish kerak bo'ladi. Spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlari va kuchli dorilar tahlilidan o'sha ta'siridan kamida 1 hafta oldin to'xtatish kerak. Og'ir jismoniy mashqlar, stress, kasallik, masalan, isitma, infeksiya bo'lsa, sperma sifatiga ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun kasallik holatini sog'lom holatida topshirilish kerak bo'ladi. Endi o'z navbatida spermogrammani topshirish davomiyligida nimalarga e'tibor qilish kerak bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda agar bemor uylangan bo'lsa, unda uydan olib kelishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi o'rinda agar mabodo uylanmagan bo'lsa, unda masturbatsiya yo'li bilan topshirib beradi. Agar uydan olib kelinadigan bo'lsa, ba'zi namunalar uydan olib kelinadi. Bunda asosan 30
daqiqadan 60 daqiqa ichida laboratoriyaga yetkazilishi va tana haroratiga yaqin sharoitda, ya'ni 37 gradusda nima qilish kerak, olib kelish kerak bo'ladi. Xo'p, endi laboratoriyada tekshirish boshlandi. Dastlab nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchisi bu vizual tekshirish. Ya'ni u spermogramma hajmi qanaqa, yetarli yoki yetarli emas, rangi, yopishqoqligi, rangi qanaqa holatda, yopishqoqligi qanaqa holatda va uni suyulish vaqti qanaqa holatda. Vizual tekshiruv. Ikkinchisi bu mikroskopik tekshiruv. Mikroskopik tekshiruvda spermatozoidlar soni, harakatchanligi va shakli aniqlanadi. Va undan keyingisi bu biokimyoviy tahlil, ya'ni sperma tarkibidagi moddalar, masalan, fruktoza tekshiriladi. Biokimyoviy tahlil. Agar kerak bo'lsa, MARTES, ya'ni urug'lantirish qobiliyati baholash uchun yoki DNK fragmentatsiya kabi qo'shimcha tahlillarni ham tushishimiz mumkin bo'ladi. Endi dastlab spermogrammani tekshirayotganimizda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Bular birinchisi bu o'sha tashqi tomondan ko'rganimizdagi, ya'ni makroskopiy belgilarni ko'rib o'tdik. Ya'ni birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladigan oxirgi kontrakt kuni, ikkinchi o'rinda bu obyomi, uchinchi o'rinda rangi, to'rtinchi o'rinda suyulish vaqti, beshinchi o'rinda yopishqoqligi, ya'ni anaqasi vyaskasi va undan keyingisi biz mikroskopiyaga o'tamiz. Mikroskopiyada nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Mikroskopiyada dastlabki birinchi ko'rsatkichimiz asosan mikroskopda qaraganimizda uni sonini aniqlash. Sonini aniqlash deganimizda bir millilitr sperma tarkibida qancha miqdorda spermatozoid borligini bilish. Uni qanday qilamiz? Uni dastlab suyultirib olamiz. Suyultirish jarayoni qanaqa kechadi? 1:20 nisbatan 1:100 nisbatgacha suyultiriladi. Mana shu suyultirib olingan tayyor biologik materialdan biz garayvaga 20 mikrolitr, ya'ni bir kaplyadan sal kamroq, ya'ni yarim kaplya abrazив qo'yiladi va mikroskopda 5 ta katta sanaladi. Xuddi anaqa aytdik-ku, Nicheparenkoda katta sanaladi dedik-ku, xuddi shunaqa 5 ta katta sanaladi va o'sha orqali topiladi. Endi biz formulasi bor uni. Xo'p, uni qanaqa topamiz? O'lchamini. O'sha o'lchamdan kelib chiqqan holda, ya'ni kameradagi har bir kvadratning hajmiga bog'liq ko'paytiriladigan narsa bor. Ya'ni 10⁴. Shunaqa birligimiz bor. Garayvada sanaganda. Unda qanaqa aniqlanadi? Unda o'sha spermatozoidlar soni sanaladi 4 ta kameradagi. Suyultirish darajasiga ko'paytiriladi. Mana masalan deylik 10 ta topildi. 10 ni ko'paytiramiz, necha marta suyultirgan? Masalan 20 marta. 10 ko'paytirgan 20, ko'paytirgan 10⁴ bo'lingan nechta katak? Masalan biz 5 ta katak sanaymiz. 5 ga bo'linadi va chiqqan soni bu 1 millilitr spermadagi spermatozoidlar sonini beradi. Endi ikkinchisi yana bittasi bor. Ikkinchisi nima? Ikkinchisi bu harakatchanligini baholash. Ya'ni hammamiz bilamiz, ko'pchilik eshitgan A kategoriya, B kategoriya, C kategoriya va D kategoriya bor. Endi A kategoriya nima? Aktivniy podvижность, ya'ni aktiv harakatlanayotgan. A kategoriya nima? A kategoriya bu bitta ko'ruv maydoni sizlar qarab turibsizlar. Mana bitta dumaloq ko'rib turibsizlar. Mana shu ko'ruv maydonida 25 gacha sanayotganinglarda, masalan bitta ko'ruv maydonida 10 ta dona spermatozoid bor. O'sha 10 ta dona spermatozoiddan 25 gacha sanaganinglarda but uchidan u uchiga o'tib keta oladigan, ya'ni shunchalik tez harakatlana oladigan, 25 sekundda bu ko'ruv maydoni bu yog'idan u yog'iga o'tib keta oladigan barchasi A kategoriyaga kiritiladi. Masalan, bitta maydonda 10 ta dona bor, 10 ta donadan ikkitasi xuddi shunaqa holatda bu yoqdan bu yoqqa o'tib ketyapti. Значит, A ga 2. Endi B kategoriya nima? B kategoriya bu 25 sekund ichida bu yoqdan bu yoqqa
o'ta olmaydi, lekin ular harakatlanyapti. Lekin o'ta olmayapti. Slabo подвижность, ya'ni harakatlanayotganlar. Ular masalan deylik, shunaqa, masalan 10tadan 3tasi shunaqa harakatlanyapti deylik. Bga 3. Endi C kategoriya bu harakatda bor, ya'ni qimirlayapti, lekin joyidan ozgincha suriladi yoki joyida turgan holatda qimirlab turibdi. Bular C kategoriya kiradi. Masalan, yana ikkitasi yoki uchtasi shu qimirlab turibdi yoki joyida harakatlanmayapti. Harakatlanib yurolmayapti, joyida qimirlab turibdi. C ga 3. O'z-o'zidan ma'lum bo'ldiki, mana 10ta dona spermatozoid bor. Ikkitasi biz harakatlanyapti dedik, ya'ni bu yoqdan bu yoqqa o'tib ketyapti dedik. Uchtasini biz harakatlanyapti, lekin unaqa darajada boyagi Aga o'xshab bu yoqdan bu yoqqa o'tib keta olmaydi, lekin harakatlanyapti uchtasi. Yana uchtasi o'z joyida qimirlab turibdi. Qolgan ikkitasi значит o'zi qimirlamasdan turibdi. O'lgan yoki qimirlamay turgan holatdagilar D kategoriyaga kiradi. Xuddi shu tarzda masalan 10da 100% deb oladigan bo'lsak, o'shanda A ga 20%, B ga 30%, C ga yana 30% va D ga 20%. Shu tariqa ularda aktivniy подвижность yoki neaktivniy подвижность yoki nepodвижность, ya'ni sekin harakatlanayotgan va harakatlanmayotgan turlarga bo'lib olamiz, 4tasiga. E'tibor qilinglar. Mikroskopiyaga ko'ringanda dastlab sanab oldik, sanashni aytdim, kamera Garayevada sanaganda katta 5ta katakdagilar sanaladi, soni ko'paytiramiz, suyultirish darajasiga ko'paytiramiz uni o'sha 10⁴ ga. 10⁴ bo'lsa necha bo'ladi? Tak 1000 bo'lsa 3 ta bo'ladi, 4 bo'lsa 10.000 bo'ladi. Ko'paytiramiz 10.000 ga, bu ya'ni boyaga aytgandek kameradagi har bir kvadratning hajmiga bog'liq ko'paytirma. Keyin uni 5 ga bo'lamiz. Shu tariqa umumiy miqdor emas, 1 millilitrdagi miqdor topildi. Xo'p, undan keyin umumiy ob'yomimiz qanaqa? Masalan, deylik 2 millilitr bo'lishi mumkin yoki 3 millilitr bo'lishi mumkin yoki 4 millilitr bo'lishi mumkin. Umumiy ob'yomni ko'paytiramiz. Masalan, 1 millilitrda deylik 10 millionta desak, uni o'shani masalan ob'yomimiz 2 millilitr bo'lsa, umumiy ob'yomda 20 millionta deb baholab olamiz. Undan keyingi e'tibor beradiganimiz bu подвижность, ya'ni boyaga aytgandek A, B, C, D kategoriyadan bo'lib oldik. Xo'p, undan keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa nima? Undan keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar bu konsentratsiya kруглевой клетка, ya'ni yumaloq kletkalarning miqdori. Bularga endi yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerga biz kiritishimiz mumkin. Ayrim shablonlarda 98-yil voz bo'yicha adashmayotgan bo'lsam yana aniq yilni bilmayman. Ular 3ga bo'lingan: eritosit, leykotsit va yetilmagan yosh spermatogoniy hujayralari. Ayrimlarda bitta qilib berilgan. Masalan, 2018mi 2021-yil vozida adashmasam konsentratsiya kруговой kletkalarni bitta qilib berib ketgan. Ya'ni leykotsit, eritosit naqalarni, spermatogoniy hujayralar. Ularni bilasizlar, masalan, leykotitlar qanaqa? Bitta ko'rib maydoni nechta bo'lsa, o'shani millionga ko'paytiriladi. Ya'ni bitta maydon emas, 4 ta 5 ta maydonni ko'rdinglar, o'rtachasini oldik. Masalan, bittasida 2 ta, bittasida 3 ta, bittasida 4 ta. O'rtacha 3 ta. 3 ta bo'lsa, demak, konsentratsiya kруговой kletkalar 3 million na millilitr, ya'ni 1 millilitrda 3 milliontagacha. Xo'p, undan keyingisi nima? Undan keyin yana biz e'tibor beradigan narsamiz bu kristal Bexterovalar. Kristal Bexterovalar hamma ko'pchilik biladi. Agar ko'rgan bo'lsa, men agar anaqasini rasmini topib olsam, sizlarga tashlab qo'yaman. Xuddi mana kristal mochevой kislotalarni o'tdi-ku anaqada. Nima deydi? Machada. Xuddi shunaqa holatda bo'ladi va ular ya'ni ko'rinib turadi. Bitta ko'rganinglarda ya'ni ko'rasizlar. Bunaqani. Kristal Bexterovalar. Kristal mochevой kislotaga o'xshagan siniq shisha siniqlariga o'xshagan bo'ladi. Endi yana bitta narsa bor. Bizada agglutinatsiya degan narsa bor. Agglutinatsiya degan narsa bu nima? Agglutinatsiya degan narsa bu, siz bitta ko'ruv maydonini ko'rganinglarda
spermatozoidlar bir-biri bilan yoki boshi bilan yoki bo'yni bilan yoki dumi bilan qayer bo'lishidan qat'iy nazar bir-biri bilan bir-biri bilan yopishayotgan holatda bo'lsa, agglutinatsiya bor. Agglutinatsiyani holatiga qarab plyus yoki minus beriladi. Ko'p bo'lsa 1 plyus, 2 plyus, 3 plyus shunaqa holatda bo'linadi. Uni qanaqadir miqdori, kolичествоsi yo'q. Endi ana anaqasini ko'rdinglar. Umumiy spermogramma tahlilini ko'rdik. Endi umumiy spermogramma tahlilidan keyin biz ikkinchisi bu morfologiyasini o'tdik. Morfologiyasida biz nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Morfologiyasini ko'rayotganimizda ketdik, davay. Birinchi o'rinda spermatozoidlar morfologiyasini ko'rishdan oldin nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Biz spermatozoidlarni bo'yalish, ketma-ketligi, ya'ni texnikasiga e'tibor qilishimiz kerak. Texnikasi degani qanaqa? Birinchi o'rinda spermatozoidlar bo'yashdan maqsad nima? Morfologik baholash, ya'ni bo'yin, bosh, dum qismlar va shakli va tuzilishini aniqlash, hayotiylik, ya'ni tirik yoki o'lik spermatozoidlarni aniqlash, DNK holatini aniqlash va akrosoma holatini aniqlash. Ya'ni mana shu to'rtta narsani to'rtta narsa kerak bizga. Va anaqadan maqsad, bo'yashdan maqsad. Birinchi o'rinda bo'yashdan maqsad, ya'ni Papa Nikolao usulida bo'yash. Papa Nikolao usulida bo'yash morfologiyasini baholaydi. Ya'ni o'sha morfologik ko'rinishi, ya'ni detallashtirilgan darajada morfologik ko'rinishiga baholash uchun Papa Nikolaoda bo'yaladi. Bitta tomoni bor, Papa Nikolao juda uzoq vaqt bo'yaladi. Ikkinchi bo'yog'imiz bor, bu iazin nigrazin. Bu hozirgi kunda juda keng tarqalgan va keng ishlatiladigan bo'yoq. Bu nima qilinadi? Bitta tomchi iazin lekin tomiziladi. Ustiga bitta tomchi sperma tomiziladi. 30 sekund kutiladi va undan keyin bitta tomchi nigrazin eritmasi kraskasi tomiziladi va yaxshilab aralashtirib surtma hosil qilinadi. Bunda nima ko'ramiz? Bunda biz boya aytdik sizlarga D kategoriyaga o'lgan hujayralar yoki harakatlanmayotgan hujayralarni kirgizamiz dedik. Endi shu o'rinda bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. O'sha D kategoriyaga kirganlarni ichida ham tiriklari bor, o'liklari bor. Ya'ni ular harakatlanmayapti, bo'ldi, u o'ldi degani emas. Uning ichida qaysidir harakatlanishi mumkin, lekin ular harakatlanmasdan turibdi. Ya'ni bu degan o'lik emas. Ana shu o'lik yoki tirikligini baholashimiz uchun bizga iazin nigrazin bo'yog'i kerak. Xuddi shu usulda bo'yaganimizda agar tirik spermatozoidlar bo'lsa, bo'yoq o'tkazmaydi, ya'ni rangsiz qoladi. Agar tirik bo'lsa, o'lik bo'ladigan bo'lsa, bo'yoqni o'zlashtiradi, ya'ni pushti qizil bo'yaladi. Afzalligi juda tez ko'rasizlar. Xuddi shu tarzda bo'yaladi. Bo'yalgandan keyin yana bundan boshqa yana anaqalar bor. Diffquick degan usuli bor, bo'yashi yoki sperma blue bor yoki akridin anaqa orange degani bor edi. Unaqa usuli bor. Ularni qanaqa? Ular akridin orange masalan DNK fragmentatsiyani aniqlash uchun ishlatiladi, bo'yaladi. Bu bo'yashda maqsad sog'lom DNKlar, masalan bo'yaganimizdagi mikroskopda qaraganimizda sog'lom DNKlar yashil nur sochadi. Agar zararlanganlar bo'lsa, qizil yoki to'q sariq rangda nur sochadi. Shu tarzda biz ajratib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana yana nimaga bo'yash, morfologiyada yana bitta narsaga yana to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu nima? Masalan, biz Papa Nikolao usulida bo'yashni aytdik. Papa Nikolao bo'yashda maqsad nima? Biz morfologiyasini ko'rish edi. Endi shu jarayonda, morfologiyasini ko'rayotganimiz jarayonda ko'pchiligimiz biz bo'yashdan oldin formalin ta'sirida birga turib nisbatan suyultirib olishda yoki bo'lmasa fiksatsiya qilish jarayonida ishlatiladi. Formalin ta'sirida spermatozoiddan o'ldirib olamiz. Agar biz iazin nigrazin usulida bo'yashdan oldin formalin bilan fiksatsiya qilib qo'ysak, o'sha hammasi o'lib qoladi. Demak, u bizga kerak emas. Demak, faqatgina morfologik holatini baholash uchun, masalan, Papa Nikolao bo'yashda yoki o'sha akridin orange, ya'ni o'sha DNK fragmentatsiyasini tekshirish uchun bo'yayotganda biz formalindan foydalanamiz. Formalin nima qiladi? Formalin asosan boyagi aytganimizdek,
10% nitral formalin yoki 4% formaldegid olinadi. U o'sha ayniqsa Papa Nikolova yoki akrilin apelsin bo'yash uchun ishlatilganda bunda nima qilamiz? Dastlab fiks nima qilinadi, nima spermatozoid sperma bilan aralashtiriladi. Sperma bilan aralashtiriladi. Spermani anaqa qilamiz. Buyum oynasiga surtma tayyorlab olamiz va uni 5 daqiqadan 15 daqiqa davomida fiksatsiya qilamiz. Nima bilan fiksatsiya qilamiz? Aynan shu formalin bilan fiksatsiya qilamiz. Formalin bilan fiksatsiya qilinganda bunda asosan spermatozoidlar namunasi ba'zan uzoq vaqt saqlash uchun formalin bilan fiksatsiya qilish mumkin. Formalin tirik spermatozoidlar DNK strukturasini xuddi muzlatib qo'ygandek tiniq holatga olib keladi. Shuning uchun anaqada nima Papa Nikolovada juda anaqaga katta ahamiyatga ega. Shuning uchun formalinni 10% yetmas yoki 4% shu formaldegid yordamida aniq qilinadi va ko'riladi. Endi bizda o'zi 2021 VOZ bo'yicha morfologiyasida nimalarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Morfologiya degan tushunchaga qaraganimizda normal holatdagi spermatozoidlar soni normal holatda 4% dan yuqori bo'lishi kerak. Morfologik jihatdan nimalarga e'tibor qilamiz? Bunda asosan boshini oldi qismidagi, ya'ni tumshuq qismidagi akrosomaga, bo'ynida va dum qismidagi patologik holatlarga qarab biz bir necha turlarga bo'lib o'tamiz. Masalan, dumga qaraydigan bo'lsak, dum qismidagi morfologiyaga qaraydigan bo'lsak, dum qismi bitta yoki ikkita yoki qayrilgan yoki qayrilmagan yoki kalta dum, o'shalarga qarab turib dumini masalan 10 ta dona spermatozoid bo'ladigan bo'lsa, o'shaning qanchasi o'sha dum shakli holati yomon. O'sha narsani belgilaymiz. Undan keyingisi bo'yin. Bo'yinda masalan qaysidir spermatozoidlar ikkitalik bo'yin bo'ladi, qaysidir biri o'sha bo'yindan sinib qolgan bo'ladi, egilib yotgan bo'ladi boshi. Shu patologiyani ko'rib chiqadi. Undan keyingisi bosh. Bu boshda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Bunda masalan ikki boshli bo'ladi, bu bir. Ayrimlarida boshlari yo'q bo'ladi, ya'ni globozol spermatozoidlarda bunda ko'proq bosh anaqalari yo'q bo'ladi. Ya'ni nima отсутствует, ya'ni golovkasi uchramaydi. Qolgan anaqada bo'yin bilan dum bo'ladi, lekin golovka yo'q. O'shalarga va akrosomaning holatiga qarab morfologiyasini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana biz umumiy spermogrammani ko'rdik. Nimalarga qanaqa nimalarga e'tibor berish kerakligini hammasini ko'rib chiqdik. Undan keyingisi biz morfologiyasini ko'rib chiqdik. Bo'yash usullari qanaqa holatda o'ldiriladi, qanaqa sanalar hammasini ko'rib chiqdik va undan keyingi oxirgisi bu Martes. Xo'p. Martesni ko'rishdan maqsad nima? Ko'rishdan maqsad xo'p. Martesda asosan maxsus antitanachalarni aniqlash kerak. Ya'ni bu antitanachalar qanaqa? Oksidlovchi yoki oksidlovchi qaytaruv jarayonlari. Umuman aytganda, spermatozoidlarni fragmentatsiyaga ajratishda, ya'ni tabiiy urug'lantira olish qobiliyatini baholash uchun Martesda foydalanadi. Martesda asosan buni antispermin antitanachalar bo'ladi organizmda. Mana shu antispermin antitanachalarda qanaqa holatda bor yoki yo'qligi yoki bo'lmasa o'sha inson organizmida antispermin antitanachalar, ya'ni spermatozoidning harakatchanligini yo'q qiluvchi, uni urug'lantirish qobiliyatini cheklovchi antispermin antitanachalarni bor yoki yo'qligini aniqlovchi ko'rsatuvchi omil. Bunda bizda 3 ta narsa turibdi Martesda. Ya'ni 10% gacha bo'lsa qanaqa, 10% dan 30% 50% gacha bo'lsa o'rtacha, undan yuqorisi qanaqa. Xuddi shu tarzda ketadi. Antispermin antitanachalari xuddi yog' tanachalariga o'xshaydi, ya'ni kichkina sharikchalarga o'xshagan bo'ladi bu narsa. Uni tekshirish usuli qanaqa? Uni tekshirish usuli deylik, mana masalan biz iazin yoki nigrazin usulida bo'yashni aytdik. Qanaqa bo'yashi? Xuddi shu tarzda Martesda tekshirayotganimizda mana masalan men qanaqa tekshiraman?
manda martesda reagenti bor. Antispermiya antitanachalarni aniqlaydigan reagenti bor. Bunda ikkita dona reagenti bor. Pay instruksiya oladigan bo'lsak, birinchi reagentdan 10 mikrolitr tomiziladi, ikkinchi reagentdan ustiga 10 mikrolitr sperma tomiziladi. Yaxshilab aralashtiradi va ustiga o'sha antispermiya antitanachalar tomiziladi, ya'ni ikkinchi reagent tomiziladi. Birinchisida suyultirib olinadi va ikkinchisiga antispermiya antitanachalar tomizilgandan keyin uni mikroskop ostida ko'rilganda, ko'rsanglar, masalan, spermatozoid tasavvur qilsanglar, spermatozoidga xuddi sharikchalar sifatida yopishib qolaveradi. O'sha yopishish darajasiga qarab, masalan, bitta anaqa ko'rim maydonida sizlar 10 ta dona ko'rdinglar, 10 tadan nechtasi yopishib qolyapti, xuddi shunaqa. O'sha yopishgan darajasiga qarab turib foizi beriladi. Mana bu yerda masalan 10% gacha yoki 50% gacha, 50% katta deylik, xuddi shunaqa qilib anaqa qilinadi. Bu nimani aniqlaydi? Agar qancha masalan martis qilganimizda antisperma antitanachalar qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, u homilador bo'lishga to'sqinlik qiladi. Ya'ni erkin urug'lanish qobiliyatini pasaytirib yuboradi. Xo'p, bu uchinchi anaqamizda ko'radigan analizimizda. Undan keyingisi bu DNK fragmentatsiya usuli. DNK fragmentatsiya usulida boyaga aytganimizdek farmanin ta'sirida buni foydalanib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki farmanindan foydalanganimizda u barcha hujayralarda yo'q, anaqadan farmanindan foydalanamiz deganim. Uzr. Papa Nikolov bilan anaqada akridin orange, ya'ni akridin apelsin bo'yog'i yordamida ishlatayotganda DNK fragmentatsiyada farmanindan foydalanadi. Nimaga? Bu asosan uni o'sha DNK darajasida, ya'ni DNK ketma-ketligini, DNKsini xullas normal holatda va morfologik jihatdan struktur holatini to'g'ri ushlash uchun kerak. Undan keyin biz o'sha apelsin orange yordamida bo'yaganimizda mikroskop ostida ko'rilganda bu anaqalar, ya'ni DNK normal holatda bo'ladigan bo'lsa, u sariq nur sochadi o'zidan. DNKsi yaxshi normal holatda bo'lgan spermatozoidlar. Agar normal holatda bo'lmaydigan bo'lsa, ular barchasi pushti rangli nur sochadi. O'sha orqali biz DNK fragmentatsiyani yana baholashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni haqiqatdan bormi, yo'qmi? Ya'ni salomatlik uchun asosiy material spermatozoidlar DNKsida o'sha genetik jihatdan buzilish bor yoki yo'qligini biz aynan o'sha DNK fragmentatsiyasidan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ajratib nima deydi? Tekshirishimiz mumkin bo'ladi. DNK fragmentatsiyasidan. Xo'p, endi mana shu joyda nima deydi? Hozir boya yozib berganimda 4 ta narsani ko'rdik. 4 tasini mana ko'rib chiqdik. Endi shu bilan birga 5-chi narsasi bor, bu bak passiv. Bak passiv deganda o'sha spermani o'zini bakteriologik tekshirish va ekish. Bakteriologik tekshirish va ekish nima uchun kerak? Prostatit yoki urug' yo'llarida qanaqadir bakterialniy proses yoki bakterialniy jarayon kechayotgan bo'lsa, ana shu jarayonni to'g'ri baholash, qanaqa bakterialniy infeksiya bor va bu infeksiyaga nisbatan sezgirlik antibiotik aniqlanadi va o'shanga qarab turib davo choralari ko'riladi. O'shaning uchun biz bak passiv orqali, ya'ni o'sha passiv orqali aniqlaymiz. Mana ko'rdinglar, yuqorida aytgan o'sha umumiy sperma tahlili, morfologiyasi, martest, DNK fragmentatsiya va bak usulini ko'rib chiqqan. Yana bitta usul bor, bu PCR usuli. Xo'p, PCR usuli bu nima edi desak, masalan, anaqani olganimizda nima deydi? Spermani olganimizda, spermani olgandan keyin biz uni 1:10 nisbatida suyultirib olamiz. 1:10 nisbatida suyultirib olamiz va bu suyultirib olganimizdan keyin xuddi masalan oddiy PCR usulida qanday nuklein kislotalarni ajratadigan bo'lsak, ya'ni 100 mikrolitrdan to 50 mikrolitrdan to 150 mikrolitrgacha biomaterial tomiziladigan bo'lsa, xuddi shunaqa 100 mikrolitrdan yoki 50 mikrolitrgacha biomaterial tomiziladi va
Bu tomizilgan biomaterial orqali nuklein kislotadan ajratib olinadi va to'g'ri infeksiyalar yoki bo'lmasa VPC tekshiriladi. Shu tarzda oddiy PCR usullaridan farq qilmaydi. Bir xil ketaveradi. Faqatgina uni suyuntirib olishimiz kerak bo'ladi.